Assalomu alaykum aziz ilmga chanqoq hamyurtlar. Sizlar bilan qish kunlarining oxirida yana diydorlashib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun sizlar bilan kelib chiqishini bilmagan holda iste'molda qo'llab yurgan ba'zi so'zlarimiz haqida gaplashamiz. Ya'ni bularni diniy terminlar ham desa bo'ladi. Ba'zi diniylik nuqtai nazaridan chiqib ketgan deyarli hozirgacha o'shalar haqida gaplashamiz. Shunday so'zlarimizdan biri bu mehr so'zi. Ya'ni o'zbek tilida mehr, ya'ni bir yaqinlik, o'zini ko'nglidagi eng yaxshi hislatlarni namoyon etish ma'nosida qo'llaniladigan so'z. Asli fors tilidan kirgan deb qaraladi. Mehr so'zi Markaziy Osiyoning eng qadimiy so'zlaridan biri desak ham bo'ladi. Chunki mehr so'zi bu hozirgi holatda shu mehr ko'rinishiga kelib qolgan. Ya'ni biz mehrda nima bor desak, mehrda taft bor deymiz. Mehringiz taftidan degan o'sha issiqlik bilan bog'liq bo'lgan ba'zi tushunchalarni ham kiritamiz. Bu bejizga emas. Men hozir sizlar bilan mehr so'zining tarixini bo'lishaman. Demak, mehr so'zi asli kelib chiqishi ko'pchilik eshitgan mitra so'zi bilan bog'liq. Mitra kim desa, ko'pchilik u zardushtiylik ilohi, nahotki mehr so'zini kelib chiqishi mitraga bog'lansa degan tushuncha birdan paydo bo'lishi mumkin. Yo'q. Hozir bu hozirgi mehr so'zining ma'nosi va o'sha zardushtiylik yoki boshqa dinlardagi mitra ilohini bog'liqligini bir boshidan ko'rib chiqamiz. Demak, eng qadimgi zamonlarda o'sha kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan oriylar nomidagi elat bo'lgan, ya'ni Yevrosiyo dashtliklarida yashagan. Bu degani o'sha Volga, Ural daryolaridan tortib, hozir Qozog'iston cho'llari, o'sha Qozog'iston dashtlari hududlarida yashagan dasht xalqlari deydi buni. Va vaqt o'tishi bilan ular sekinlik bilan janubga qarab, issiq o'lkalarga qarab intilgan. Rigvedada kelishicha oriylarning asl vatani 10 oy qish bo'ladigan va 2 oy salqin yoz bo'ladigan o'lkadir deydi. Asl vatani o'sha yer deydi. Ya'ni o'sha shimoliy mintaqalar bo'ladi. Bu oriylar chorvador xalq bo'lgan. Ularda ekindan ko'ra ko'proq chorva ulug'langan. Shuning uchun ularning kultida ot va keyinchalik o'sha tuya kabi unsurlarning namoyon bo'lishini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, oriylarda chorva ulug'langan. Yer uzoq vaqt qorni tagida bo'lgani uchun chorvalar qirilib ketib, shu holatga kelganda ularda janubiy o'lkalarga ko'chish havasi paydo bo'lgan va vaqt o'tishi bilan Markaziy Osiyoni to'liq qismini va keyinchalik Hindiston va Eron va unga yondosh hududlarga ko'chib o'tib, o'sha yerga muqim joylashib, keyingi tamaddunlarning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shgan. Qanday ma'no? Endi o'sha qadimgi oriylarda ularda yerni ochilishi, qordan ochilishi uchun bu sun'iy olov bilan olov yoqib ochib bo'lmaydi yerni. Ma'lum kichkinagina qismini, o'sha olov tekkan qismini ochish mumkin. Yerni qordan ochib, o'simlikni undirib beradigan asosiy bu ne'mat bu quyosh edi ular. Shuning uchun quyosh ulug'langan. Hindiston oriylarining tilida Sura, Markaziy Osiyo oriylarining tilida Xvara nomi bilan keladi. Ya'ni bu quyosh. O'sha quyoshga atab madhiyalar yozgan, quyoshga ibodat qilgan bular, quyoshni ulug'lagan. Ya'ni quyoshni o'sha tafti tushib, qorlar erib, yerdan o'simlik unsa, ularda ocharchilik mavsumi tugaydi. Shu nuqtai nazardan oriylar ocharchilik mavsumining tugashini aynan quyoshga bog'lagan va eng ko'p madhiyalar o'sha paytda quyoshga nisbatan, osmon ma'budlariga nisbatan qo'llangan. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'p, Mitra zardushtiylik ilohi emasmi? To'g'ri savol. Zardushtiylikda ham bor. Bu hindlarning Rigvedasidan Vedik iloh hisoblanadi. Undan tashqari Misrda, hozirgi Turkiya hududida qadimgi shartnomalarda nomi keladi Mitrani. Unda Mitra kim, asli kimning ilohi degan savol tug'iladi. Bu tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Mitra ilohi hali oriylar boshqa hududlarga tarqalmasdan avval shakllangan deyish mumkin. Chunki uzoq Mesopotamiya hududlaridan-da g'arbda, hozirgi Suriya hududlarida Mitra nomi tilga olinishini ko'rishimiz mumkin va Hindistonda ham. Va o'sha Mitra ilohiga to'xtaladigan bo'lsak, yana Hindiston mintaqasida Mitra ilohiga nisbatan qanday munosabat bor? Ya'ni uni kim deb biladi? Qanday zot deb biladi iloh sifatida? Asosan do'stlik, birodarlik, shu bilan birga shu quyoshga monand taft beruvchi. Chunki Hindistonda quyoshdan muammo yo'q. Bilamiz, u deyarli yil bo'yi yoz ekin-tekin bo'ladigan mamlakat. Bu yerda quyoshdan biror bir muammo bo'lishi mumkin emas aslida. Shuning uchun Hindistonda Mitra ilohini salgina vazifasi o'zgargan, funksiyasi o'zgargan. Mitra deganda ular, demak, birodarlik, do'stlik, inoqlik, tinchlik va o'sha rizq, osmondan rizqni yetkazib beruvchi bir zot tushunilgan. Va shu hozirgi kunda Mitra degan iloh yo'q Hindistonda. Bu qadimda Vedik, ayniqsa shu Ayurveda va Rigvedada uchraydi Mitra nomi.
Virik iloh keyinchalik unutilgan bo'lsa-da, uni funksiyasi, odamlar ongida bajargan vazifasi hozirgacha saqlanib qolgan. Hindi tilida do'st degan so'z, urduda do'st deyilsa, o'zbek tilida hindi tilida metr deyiladi. Aynan o'sha metr so'zini asosi o'sha metr ilohiga borib taqaladi. Bugungi hindi tilida, jonli hindi tilida qo'llaniladigan metr so'zining asosi o'sha iloh metraga borib taqaladi. Endi Markaziy Osiyoda qolgan oriylar, ular o'sha metraga sig'inishni davom etgan. Ayniqsa bu Markaziy Osiyo ikki daryo oralig'i, Amudaryo va Sirdaryo oralig'i va unga yondosh hududlarda o'sha metraga sig'inish ancha uzoq davrlar davom etgan. Zardushtiylikdan farqli o'laroq o'sha metraga sig'inish ancha uzoq tarixga ega. Hattoki o'sha Zardusht payg'ambarlikni da'vo qilgan paytda ham odamlar metraga sig'inayotgan bo'lgan o'sha paytda. Ko'pchilik o'ylaydi o'sha Zardusht o'ylab topdi, Ahura sig'ininglar, metraga sig'ininglar deb belgilab berdi. Yo'q, aslo unaqa emas. Eng qizig'i o'sha Makedoniyalik Iskandar tomonidan Avisto kitobining juda ko'p qismi yoqib yuborilgan. 17 ta madhiya yoqilmay qolib ketgan. Aynan Zardushtning tilidan olingan deb sanaluvchi 17 ta madhiya yoqilmay qolib ketgan. O'sha 17 ta madhiyada biror joyda Zardusht metra nomini tilga olmaydi. Ba'zi olimlar aytadiki, Zardusht yakka xudolikka da'vat qildi, Mitra va boshqa mahalliy xudolarni rad qildi. Ahura bu o'sha paytdagi xalqning tilida xudo degan. Ahuraga e'tiqod qilishni buyurdi, ya'ni bitta ilohga e'tiqod qilishni buyurdi Zardusht. O'shaning uchun asl holatda saqlanib qolgan 17 ta Zardushtga tegishli bo'lgan qo'shiq, ya'ni madhiyani biror joyda Mitra nomi tilga olinmaydi. Keyinchalik Avistoni qayta tiklangan, u Sosoniylar davrida, Parfiya podshohlik davrida qayta tiklangan qismlarida Mitra uchun alohida alqovlar, madhiyalar paydo bo'la boshladi. Bundan tashqari, aynan Mitra nomi bu Suriya hududlarida ham uchraydi. Mitanni degan davlat bo'lgan qadimda, o'sha 6-sinf tarixida o'qigan bo'lsak agar, Mitanni davlatida davlatning asoschilari, ya'ni o'sha davlatning elitasi ham oriylar bo'lgan. Qanaqadir o'sha yerga mobil tezlikda borib o'sha yerda davlat tuzilgan oriylar, Mitanni davlat keyinchalik Xit davlatini ta'siriga tushgan, sulh tuzilgan ikkala hukmdor orasida, ikkala imperiya orasida sulh tuzilgan. Bu sulhga urushmaslik, birodarlik va ittifoqchilik shartlari kiritilgan. Mitanni Xit xudolari oraga garov sifatida qo'yilgan. O'sha sulhni ikkala tomondan buzmaslik uchun aynan ular sig'inadigan xudolarni oraga qo'yib, qanaqadir qasamyodga o'xshagan bir holatda sulh tuzilgan. Xullas, o'sha Xit va Mitanni tomonidan qo'yilgan xudolar orasida aynan Mitra ilohi ham mavjud. Bu yerda aynan Mitrani birodarlik, do'stlik, inoqlik kabi vazifalardan kelib chiqqan holda aynan Mitra ilohi ham sulh shartlari orasiga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Mitra so'zi Rigvedada Mitra shaklida kelsa, Avistoda Mitra T bilan keladi. Ya'ni T bu T emas, H bu H emas. Mitra shaklida keladi. O'sha Mitra shakli keyinchalik vaqt o'tishi bilan Avisto qo'llanilgan tildan keyingi davrlarga, o'rta Ironiy tillar davriga kelgandan keyin H shakliga o'tgan. Ya'ni endi Mitra emas, xalq uni mehr deb atayapti. Bu yerda aynan uni shu quyosh xudosiga nisbat berilishi, Mitrani keyinchalik islomdan keyingi davrlarda ham aynan davom etgan uni funksiyalaridan biri. Misol uchun falonchiga mehri tushdi deymiz. Nega aynan tushdi so'zi bilan ishlatamiz? Bu yerda tushdi fe'li aynan oftobga ishora bo'lishi mumkin. Ya'ni oftobda ikkita element mavjud bo'ladi. Birinchisi demak taft, issiqlik bo'lsa, ikkinchisi nur. Mehri tushdi degani aynan o'sha taft va nur, yaqinlikni o'ta darajada ifodalashda qo'llangan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tish joiz. Mitraga bag'ishlab bayram o'tkazilgan bu kuzgi tengkunlikda. Ya'ni har qanday o'simlik aynan o'sha davrda kuzgi tengkunlikda o'zining kamol cho'qqisiga erishadi. Butun rivojlanishining cho'qqisiga erishadi. Ya'ni mevali o'simlik bo'ladigan bo'lsa, barcha mevalari pishib yetiladi aynan o'sha paytda. Bu 23-sentyabr va undan keyingi kunlar nazarda tutiladi. O'sha paytda Mitraning sharofati bilan bu rizq ro'z to'liq yetildi degan ma'noda aynan Mitraga bag'ishlangan Mehragon bayrami nishonlab kelingan. Mehragon bayrami bu O'zbekistonda haligacha nishonlanadi. Haligacha Mehrjon nomi bilan nishonlanadi. Hosil bayrami yoki Mehrjon deyiladi. Mehragon bo'lsa G bilan J ni almashinuvi ko'p tillarda mavjud. Xuddi shunday hozirgacha men hozir ushbu kontentni qilishdan avval YouTubedan izlab ko'rsam 2024 eng oxirgi variantlari 25 da ko'rmadim. 2024-yil bog'chalarda Mehrjon bayrami nishonlanayotganini ko'rish mumkin. Navruz bu Zardushtiylikda diniy bayram emas deyishimiz mumkin. Lekin Mehrjon bayrami bu diniy bayram. Aynan Mitraga bag'ishlab o'tkazilgan diniy bayram hisoblangan. Endi nima uchun Navruz diniy bayram emas? Axir u Zardushtiylikda nishonlangan. Keng ko'lamli doirada katta sayrlar bo'lgan.
Zardushtiylikni bayrami deb qaraymiz deyuvchilar ham topiladi. Aslida bu bunaqa deyishingiz xato. Chunki bu agar biz Avestoni o'zini o'qiydigan bo'lsak, Zardushtga vahiy kelgandan keyin u yangi dinga e'tiqod qilishni o'z xalq birinchi oilasiga, keyin urug'iga, keyin qabilasiga shu dinni tarqatish uchun harakat boshlaganida barchasi undan yuz o'giradi. Yangi dinga kirishga qarshilik ko'rsatadi. O'zlarini o'sha sig'inadigan ma'budlariga sig'inishda davom etishini bildirib, Zardushtni quvishgacha boradi. Balki o'z joniga qasd qilgan deb o'zi o'kinib aytadiki, o'sha Avestoda meni hatto oilam ham, urug'im ham, qabilam ham, nimanam, Vesvam, Zantuam qabul qilmadi va men ketishga majbur bo'ldim dedi. O'sha Zardusht ketgandan keyin bir yirik daryoga duch keladi. Shu daryoni narigi tomoniga o'tganda, buni tadqiqotchilar Amudaryodan kechib o'tib, Baktriya hududiga o'tgan deydi. O'sha yerda bahorgi teng kunlikda xalq sayl qilib, juda katta bayramni amalga oshirayotganligini ko'radi. Bundan bilishimiz mumkinki, Navro'zni aynan Zardusht yoki Zardushtiylik dini o'ylab topgan emas. Navro'z bayrami Zardushtiylikkacha bo'lgan, ya'ni bahorgi teng kunlik, yerdan maysalar unishi, qishki resurslar tugab, kimdir ocharchilikka mubtalo bo'lgan boshqa, endi o'sha o't-o'langa yetishi, chorvani to'yib oziqlanishi boshlanadigan payt, ya'ni qishni eng oxirgi unsurlari tugab, bahor teng kunlikdan keyin to'liq haqiqiy, rost, chin bahor boshlanishi nishonlab kelingan. Va bu keyinchalik o'sha Zardushtiylik dinida ham bu an'ana aynan diniy xarakterga ega bo'lmaganligi uchun nishonlanishga ruxsat berilgan. Xuddi shu narsa keyinchalik islom fathidan keyin Markaziy Osiyo va Eronda ham Navro'z bayramini nishonlash taqiqlanmagan. Hozir ko'pchilik aytadi, Navro'z nishonlamaslik kerak. Nimaga? Navro'z o'shalarni, kofirlarning bayrami, ular nishonlagan, Zardushtiylikning bayrami dedi. Aslida bunaqa emas. Navro'z Zardushtiylikni ham bayram, undan avvalgi davrlarda ham odamlar nishonlab kelgan. Islom fathidan keyin o'sha paytda ham kuchli ulamolar bo'lgan, olimlar bo'lgan. Nega monelik qilmagan Navro'z nishonlanishiga? Chunki Navro'zning nishonlanishida hech bir diniy xarakter bo'lmagan. Lekin biz hozir aytib o'tgan Mehrjon bayrami yoki Mehragon bayrami bu to'liq Zardushtiylik diniy xarakteridagi bayram hisoblangan. Undan tashqari bizda yana bir termin mavjud. Firdavs deymiz, islomda bor. Hattoki Qur'oni Karim Kahf surasining 107-oyatda Firdavs degan termin uchraydi. Firdavs termini ham asli kelib chiqishi Avestoga borib taqaladi. Kimdir hayron qolishi mumkin, bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin. Firdavs termini eng qadimgi uchragan manba bu Avesto hisoblanadi. Aynan Avestoda ham bu paraidiza shaklida keladi. Parai degani bu atrof, tomon, dez degani devor, qal'a. Devor bilan o'ralgan yoki ihotalangan joy degan ma'noni bildiradi. Aynan bu paradiza xo'p ihotalangan joy bo'lsa nimani ifodalagan desa, o'sha paytda odamlar yovvoyi hayvonlardan yoki boshqa begona kishilardan himoya qilish uchun qanaqadir atrofini bu yo shox-shabbalardan bo'lgan devor yoki o'sha tuproq g'ishtlardan bo'lgan devor bilan o'rab bog'lar yaratgan, ya'ni madaniy bog' yaratib, u yerda yovvoyi hayvonlar yo boshqa narsa kishilarning kirishiga to'siq yaratgan. O'sha bog'larni chiroyli qilib o'zlari shakllantirib rivojlantirgan. O'shani paradiza deb atagan. Avestoda uchraydigan nom. Undan tashqari, keyinchalik Avestodan keyingi davrda bu boshqa shu Avesto tiliga yondosh tillarga tarqalib bu so'z, misol uchun Pahlaviy tilida, Pahlaviy tili bu o'rta Eron, o'rta fors tili ham deyiladi. O'sha Pahlaviy tilda keladiki, paradis shaklida. Paradis yoki pardis shaklida keladi. Xo'p, ingliz tilidagi paradise so'zini, ya'ni jannat bog'i so'zini nima aloqasi bor degan savol shu yerda ko'ndalang chiqadi. Ingliz tilidagi jannat bog'i so'zi, ya'ni paradise so'zi bilan bu Avestodagi paradiza yoki Pahlaviy tilidagi paradiz kabi so'zlarning aloqadorligi nimada? Ag'amoniylar imperiyasi davrida o'sha Eron hukmdorlari juda bog'dorchilikni rivojiga yetkazgan. Ularni qirollik bog'lari, har bir shaharda qirollik yoki o'sha shahar hokimi bog'lar yaratgan, juda katta bog'lar. Va o'sha qaram qilingan hududlar, ya'ni qaram qilingan hududlar orasida hozirgi Isroil, Falastin, Suriya hududlari ham bo'lgan, Fors imperatorlarining qo'l ostida. Va o'sha qaram qilingan hududlar aholisi bu yerga qo'l qilib olib kelingan asrlikka va keyin mamlakatiga qaytib borishgan va hokazo. Ularda havas paydo bo'lgan Fors bog'lariga. Aynan Fors bog'laridek bog'larni butun Eron bog'laridek bog'larni butun olamda ko'rmaganligi uchun ularga uchun bu ideal hisoblangan. Eng chiroyli bog' sifatida o'sha paradise so'zini qo'llagan. Bu Oromiy tiliga ham kirgan, bu o'sha qadimgi Fors tilidan boshqa Suriyoniy, hatto Bibliya, Tavrotda uchraydi. Tavrotning qo'shiqlar kitobida bir necha bor tilga olinadi. Va o'sha yaqin sharqdan keyingi bosqich bu Yunon tiliga o'zlashish bo'lgan bu so'z. Yunon tiliga o'zlashgandan keyin, Yunon tiliga paradisos shaklida o'zlashgan bo'lsa,
yunon tilidan lotin, fransuz va ingliz tillariga paradise so'zi bilan o'zlashgan. Ya'ni bu keyingi olamdagi go'zal joy ma'nosida, jannat bog'i ma'nosida shu holatda o'zlashgan. Va bu keyinchalik islomda va Qur'onda ham Firdavs ma'nosida keladi. Chunki arab tilida p tovushi mavjud bo'lmaganligi uchun bu arab adabiyotida, xususan islom manbalarida, Qur'oni Karimda Firdavs ko'rinishda keladi. Ya'ni Firdavs bu jannat bog'lari tushunchasini ifodalaydigan bir so'zdir. Yana bir so'zimiz bu but so'zi. But islom adabiyotida ko'p uchraydi. But va sanamlar deydi. Ya'ni iloh sifatida haykallarga sig'inish ma'nosi tushuniladi. Bu so'zning ham kelib chiqishi aynan Markaziy Osiyoga borib taqaladi desak bejiz emas. Chunki Kushonlar davrida Markaziy Osiyo imperatorlarini, Kushon imperatorlari Hindistonda zabt etgandan keyin butun mamlakatni yagona ideologiya, yagona mafkuraga solish uchun Hindistondan o'sha buddaviylik dinini qabul qilib, Markaziy Osiyoda keng yoyishga harakat qilishgan. Hattoki o'sha Xotan, hozirgi Shinjon viloyatini, Xotan, Koshgar kabi shaharlargacha borib, o'sha yerlar Kushonlar ta'sirida o'sha yerda buddaviylik rivojlanib, o'sha yer orqali Xitoyga buddaviylik ekspansiya qilingan. Xuddi shunday bu g'arbga ham tarqala boshlagan buddaviylik, g'arbda o'sha Xuroson hududlarida ma'lum qismida tarqalgan va buddaviylikda bilamizki, asosiy xudo sifatida xudo yo'q unda, asosiy payg'ambari Buddan o'zi xudo darajasigacha ko'tarilgan ba'zi o'rinlarda. O'shaning uchun ko'pincha sig'inish obyekti sifatida uni toshdan yoki loydan yasalgan, ba'zan yog'ochdan yasalgan haykali qarshisiga borib o'sha yerda ibodat qilinadi, sajda qilinadi, tik turgan holda va hokazo. O'sha demak haykalga ibodat qilinadi. Aynan Budda haykaliga ibodat qilinishi bu boshqa keyin Buyuk Ipak yo'lining rivoji bilan g'arbiy mamlakatlarga ham borgan. Hatto Arab sahrosida borgan Budda diniga e'tiqod qiluvchi kishi, masalan, savdo bilan borgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir siyosiy diplomatik maqsadda borgan bo'lishi mumkin. Xullas, arab xalqlari tushunchasida o'sha Budda haykaliga sig'inishni ular butparastlik shaklida qabul qilishgan va o'sha paytda arablarning o'zida ham haykalga sig'inuvchilar bo'lgan. Aynan haykalga sig'inuvchilar bo'lgan. Bu islomgacha bo'lgan davr nazarda tutilyapti hozir. Bu davrda arablar o'zlarini o'sha haykal sig'inadigan haykallarni sanamlar deb atagan asosan. Aynan Budda haykaliga sig'inishni buni butparastlik degan. Bud degan Buddani haykali Bud deyilgan. O'zlari sig'inadigan boshqa haykallar yoki ularga yondosh bo'lgan hududlarda sig'inadigan boshqa haykallar ular sanam deyilgan. Shuning uchun e'tibor bersak, islom adabiyotida ko'pincha but va sanamlar doim birga keladi. Bu nega bitta butlarga deyish mumkin edi yoki bo'lmasa sanamlarga deyish mumkin? Nega yonma-yon keladi bu ikkita so'z? Chunki aslida bu ikkita alohida ma'noni bildiradi. Budda so'zi bu ironiy tillarga budhi deb kirgan. Aynan suv tilida esa bizning mamlakatimizda mavjud bo'lgan suv tilida puti yoki buti shaklida uchraydi. Katta ehtimol bilan aynan suv tilidan olingan bo'lishi mumkin. Arab tilidagi but so'zi. Va aynan o'sha Buddaga sig'inishni ifodalagan bu. Xo'p, shu yerda yana savol tug'ilishi mumkin. Unda butparastlik nima? Butparastlik umuman haykallarga sig'inish-ku. Bu termin bor-ku. Bu termin arabcha emas. Butparastlik bu sof forscha termin. Sof ironiy termin. Ya'ni atama. Butparastlik so'zini aynan kelib chiqishi vaqtida tor doirada bo'lgan. Butparastlik faqat buddaviylikka sig'inish, buddaviylik diniga e'tiqod qilish ma'nosi hisoblangan bo'lsa, keyinchalik umuman sanamlar, haykallarga sig'inishni umumlashtirib, o'sha buddaviylik Markaziy Osiyodan chiqib ketgandan keyin butparastlik termini ishlatila boshlandi. Demak, bugun sizlar bilan 3 ta so'zni kelib chiqishi, uni qo'llangan ma'nolari haqida gaplashib o'tdik va keyingi kontentlarimizda yana shu mavzuni davom etkazishga harakat qilamiz.